Qalb qorayishining sabablari. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Allohni zikrisiz gapni ko'paytirmanglar. Chunki Allohni zikrisiz gapni ko'paytirish qalbni qattiq qiladi. Albatta, Allohdan eng uzoq kishi qalbi qattiq kishidir, dedilar. Tana kasal bo'lgani kabi qalb ham kasallanadi. Biroq uning shifosi tavba va parhezdir. Qalb ham xuddi oyna zanglagandek zanglaydi. U zikr bilan jilolanadi. Badan yalang'och qolganidek qalb ham yalang'och bo'ladi. Uning ziynatli pardasi taqvodir. Badan ochiqib chanqagani kabi qalb ham ana shu holga tushadi. Uning taomi va ichimligi Allohning ma'rifati, u zotga bo'lgan muhabbat, tavakkul, Allohga qaytish va u zotning yo'lida xizmat qilishdir. Molik ibn Dinor aytganlaridek, banda uchun qalbning toshdek qotishchalik ulkan musibat bo'lmaydi. Alloh bir qavmga g'azab qilsa, ularning qalblaridan rahm shafqatni tortib oladi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilar, qalbdagi qattiqlikni faqatgina Allohni zikr qilish bilan eritish mumkin. Shuning uchun banda qalbdagi qattiqlikni Robbini zikr qilish ila eritishi lozim. Chunki qalbni g'aflati ortsa, qotishi ham ortadi. Agar Allohni zikr etsa, o'sha qattiqlik xuddi qo'rg'oshin olovda eriganidek eriydi. Qalbni erishi uchun Allohni zikr qilishdek samarador davo yo'q. Bir kishi Hasan Basriyga kelib, "Ey Abu Said, qalbim qattiqligidan shikoyat qilaman", dedi. Hasan Basriy rahimahulloh, "Allohni zikr qil, shunda qalbing yumshaydi", deb javob bergan ekanlar. Sahobalardan bo'lgan Umayr ibn Habib raziyallohu anhu aytadilar, iymon ziyoda ham bo'ladi, nuqsonga ham uchraydi. Agar Robbimizni zikr qilganimizda qo'rqsak, bu ziyoda bo'lishdir. Agar unutsak va g'ofil bo'lsak, nuqsonga uchraydi.